Beshinchi tosh ham tushdi. Yutqizdim deb qo'ya qol. O'yna, hali tosh bor-ku. O'zing bilasan. Adang qotdilar, man. Yonni bosib qo'yaver. 6-chi tosh ham tushdi. Yana bitta tushirsam mazing qochadi. Yana qotdilar, man. Kelchi. Qo'yadi. Telefonni olmayapmanmi? Demak, bandman. Boya men sizga aytdim. Ishdan keyin o'rtog'im bilan ko'rishaman dedimmi? Ha, bo'pti. Yosh bolamanmi sizga? Shut nechi bo'ladi? Menga qara, o'rtoq. Alo. Labdeshib. Yaxshi, rahmat, o'zingizdachi? Har doim 9dan. Bo'ldi, 8:00 da ishda bo'laman. Xo'p, rahmat. Xo'p, necha keluvdik? 7 ta tushiruvdim. Yana 2 ta tushirsam masalang hal. To'g'ri, o'rtoq. O'yinni to'g'ri o'ynayapsan, lekin hayotda adashyapsan. Ko'cha xandoq, uy zindoq bo'lib qopti-da, o'g'il bola. Adang bilan xo'jayiningga qilgan muomalangni qaragin. To'g'ri, o'yinni zo'r o'ynayapsan, lekin hayotda adashyapsan. Ehtiyot bo'l, hayot o'ynatib yormasin. O'yin tugadi. Sen yutding, qarochi. Ha, aytgancha, uyingga vaqtliroq borgan. Adang chaqirganlar uchun emas. Ertaga shef finaliga vaqtli borishing kerak. Mujik.